Men sizga aytayapman-ku. PUBG ongni zaharlaydigan o'yin. PUBG'ni o'ynab bo'lmaydi chunki ongni zaharlaydi. PUBG o'yini shunchalik ongni zaharlaydiki, ukalar bir-birini so'yib qo'ymoqda. Tushlarida PUBG'ni ko'rib chiqmoqda. Mana tasavvur qiling. PUBG degan o'yin chiqqunicha bolalarimiz maktabda qanday zo'r o'yin maktabda o'qishgan, qanday zo'r natijalar qilishgan, olimpiadalarga chiqishgan, boshqa joylarga chiqishgan, yutishgan. Hozirchi maktabga borsangiz hamma PUBG o'ynayapti. Nima bu ahvol? O'zbekistondan yo'q qilish kerak PUBG'ni. Kerak emas bizga PUBG. Ket PUBG. O'zbekistonda hech kim PUBG o'ynamaydi bugundan boshlab. Boykot PUBG. O'ynamanglar do'stlar PUBG'ni. Juda ham yomon o'yin. Odamni ongini zaharlaydi. Aka-ukalar bir-birini suvyapti. Ko'chada odamlar urishyapti. Odamlar ota-onasini so'kyapti, uryapti. Pul ber, men PUBG'da aslam yuzidan yutib olishim kerak deyapti. Aslam yuzidan hech qachon yutib olmanglar. Chunki haromi faqat aldaydi, odamlarni aldab pulni oladi. Aslam yuzini hech qachon reklama qilmaslik kerak. Chunki ular faqat odamlarni pulni yeydi. Ishonmanglar hech qachon. Aslanboy degan bola bor. Shuncha so'kinadi. Faqat streamini yondirib so'kinib o'tiradi.